Birinchisi bu kofili skrab juda ham yaxshi terini tozalab beradi. Bundan keyin teringiz juda ham mayin bo'lib qoladi. Aynan dushdan keyin mana shu losyonni ishlataman. Shaxsan men hidga juda ham injiq insonman. O'sha yerda ham qidirib oxiri o'zimni hidimni topdim. Bu qanaqadir gullar, svejest, hattoki ozgina murskoy dezodorantlar yoki shunga o'xshagan parfyumlarni hidi keladi. Bilmadim, menga shunaqasi yoqadi. Va juda nejniy. Keyingisi, buni men anchadan beri ishlatib ko'rmoqchi edim. Finadan shunaqa maska soch uchun. Agar shu maskani 15 minutga sochingizga qo'ysangiz agar, sizga mayin soch garantirованно. Keyingi men juda yaxshi ko'rgan narsa bu mana shunaqa вот patchi. Bilasiz, meni yuzim momoli, meni har doim раздражать qilib keladigan bu свежий chiqqan prishlar. Ya'ni eng pishgan vaqti bo'ladi-yu, oppoq bo'lib qanaqadir неприятный gnoy bo'ladi. Bundan oldin men patchi ishlaganman, Oli firmasidan. U ham yaxshi, lekin aynan shu Cosrx'dan bo'lgan patchilar juda yupqa va har xil razmerda kelar ekan. Bittida bo'lmasa ham men 2 marta ishlataman, prishni yaxshi gnoyni olib beradi. Keyin yana bitta men yoqtirgan narsa bu siviritka. Bu siviritkani bundan ham oldin ishlatganman va bular